O'sha kichkina bola portfel ko'tarib kelgan. Mana 12 yil o'tdi. Endi xayr deyish vaqti. Birinchi kuni qo'rqib keldim, ona qo'limni mahkam ushlab. O'qituvchim jilmayib qaradi, shu boqishi esimda qoldi. Tong saharda yugurgan kunlar, darsga kech qolsak yurak haqqirardi. Sinfdoshlar bilan kulgan onlar hayotimning eng go'zal damlar edi. Endi tushundim qanchalik baxtli edim. Endi bildim bu kunlar qaytmaydi. Xayr maktab, sen bizni inson qilding. Xayr ustozlar, umr bo'yi rahmat. Ko'zlarimizda yosh, lekin yurak to'la. Oldimizda keng hayot, katta orzular. Xayr sinfdoshlar, xayr o'sha kunlar. Ajralsak ham yurak birga. Maktab sen abadiy yuragimizda. Xayr, xayr, xayr. So'nggi bor o'tirdim partamda, qo'lim qalamni mahkam ushlab. Ko'zlarim yoshga to'lib ketdi, 12 yil bir lahzada o'tdi. Ustozim qaradi, so'z topolmadi, ko'zlarida faxr va yosh birga. Men dedim rozi bo'ling bizdan, u dedi baxtli bo'linglar bolar. Endi tushundim qanchalik baxtli edim. Endi bildim bu kunlar qaytmaydi. Xayr maktab, sen bizni inson qilding. Xayr ustozlar, umr bo'yi rahmat. Ko'zlarimizda yosh, lekin yurak to'la. Oldimizda keng hayot, katta orzular. Xayr sinfdoshlar, xayr o'sha kunlar. Ajralsak ham yurak birga. Maktab sen abadiy yuragimizda. Xayr, xayr, xayr. Birinchi sinf portfelim og'ir edi. 5-chi sinf do'st topdim. 10-chi sinf sevib qoldim. 12-chi sinf xayr deyaman. Maktabim rahmat, kechir.